Prezidentimizning 2024-yil 16-oktyabrdagi kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va xalqaro ta'lim dasturlarini joriy qilish chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonidan kelib chiqib, barcha texnikumlarda karyera markazlari faoliyatini yo'lga qo'yish vazifasi belgilab berilgan edi. Shunga asosan Qorako'l Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumida ham birinchilardan bo'lib xuddi shunday maskan ish boshladi. Bu tashabbusdan ko'zlangan maqsad va undan kutilayotgan natijalar haqida navbatdagi lavhamizda so'z boradi. 2022 yil aprel oyida Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Shveysariya tashkiloti bilan hamkorlikda Germaniyaning tibbiyot muassasalariga o'rta darajadagi tajribali hamshiralarni jalb qilish dasturini ishlab chiqqan edi. Ushbu davrdan boshlab Buxorodagi texnikumlarda ham alohida bo'limlar faoliyati yo'lga qo'yildi. Hozirda bu tashabbus natijasida sog'liqni saqlash tarmoqlarining ilg'or mutaxassislari va xorijiy ekspertlarni jalb qilgan holda o'quvchilarni kasbga yo'naltirish, mehnat bozoridagi mavjud va istiqboldagi holat, muayyan kasbga, ish joylari va ish beruvchilarga, istiqbolli korxonalarga oid ma'lumotlar bilan ta'minlash borasida tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilyapti. Bu borada Qorako'l Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi ham yetakchilar qatorida bormoqda. Tibbiyot sohasida o'qiyotgan yoshlarni qo'shimcha kurslarga, ya'ni xorijiy til va kasblarni mukammal o'zlashtirishlari uchun barcha shart-sharoitlarni yaratib berishga harakat qilyapmiz va shu nuqtai nazardan yangi darsliklar, yangi o'quv qo'llanmalar, xalqaro talabga javob beradigan, demak, o'quv dasturlarini joriy qildik va mana shu dasturlar orqali biz ularga, demak, xalqaro standartlar asosida xorijiy tillarni, jumladan nemis tilini mukammal o'rgatib va shu asosda til sertifikatlarini ham taqdim etishga ko'maklashamiz. Tibbiyot texnikumida 30 ga yaqin talabalar o'qimoqda va mazkur o'quvni yaxshi yakunlagan talabalarga, demak, xalqaro sertifikatlarini ham olishlari uchun ko'maklashiladi va xalqaro sertifikatlarini ham qo'lga kiritgan yoshlarimiz bemalol xorijiy davlatlarga, jumladan Germaniya davlatida o'zlarining yo'nalishlari, o'zlarining mutaxassisliklari bo'yicha ishga joylashlari mumkin bo'ladi. Yana bir muhim jihat, Prezidentimizning 2024-yil 16-oktyabrdagi farmoni asosida texnikumda faoliyat olib borayotgan karyera markazi ham yoshlar bandligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etyapti. Markaz faoliyatining asosiy maqsadi texnikumda ish beruvchilarning buyurtmasiga asosan maqsadli kadrlar tayyorlash, xorijiy va mahalliy ish beruvchilar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish orqali bitiruvchilar bandligiga ko'maklashishdan iborat bo'lib, o'tgan qisqa davr ichida bu yo'nalishda salmoqli natijalarga erishildi. Qorako'l Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatlik texnikumimizda karyera markazi yo'lga qo'yildi. Karyera markazimizning tinglovchilari 235 nafardan iborat. Shu bilan birgalikda 6 ta yo'nalish bo'yicha o'z faoliyatimizni boshladik. Ma'lumotlarga ko'ra, faoliyat boshlagan karyera markazlari mahalliy va xorijiy ish beruvchilarning joriy va istiqboldagi buyurtmalari asosida texnikumda korxona va tashkilotlarning kadrlarga bo'lgan ehtiyojlari to'g'risida ma'lumotlar bazasini shakllantirishga ham alohida e'tibor qaratgan. Bu bilan bitiruvchilarning kasb va mutaxassisliklar kesimida bandligini ta'minlash masalasi to'liq hal qilinishiga erishiladi.